Onajon, meni bunday yo'rgaklamen. Men harakat qilishga qiynalaman. Hali suyaklarim juda bo'sh. Suyaklarim yaxshi rivojlanishi uchun erkin qo'ying. Ayniqsa tos suyagim uchun erkin uxlash muhim. Galovkam ham yaxshi o'sadi. Hadunkada men mazza qilib o'ynaman yuraman, lekin katta bo'lganimda buni asorati menga ham sizga ham yomon. Men kichkinaman, hozir buni tushunmayman. Vohlidan meni hadunkaga o'tkazmen. Umurtqa va ayniqsa tos suyagimga bu zarar. Oyoqlarim qiyshayishi mumkin. Sochimni ko'rdingizmi? Bu hasib solish kerak degani emas. Iltimos, meni quyoshga olib chiqing. Hasib hech narsani hal qilmaydi. Meni har kuni ertalab quyoshga olib chiqing. Quyosh nurida D vitamini bor. Bu meni suyaklarim rivojlanishi uchun zarur. Onajon, har xil achchiq dori beradigan va gips qilamiz deydigan doktorlarga olib bormen. Baby momga boraylik. Bu yerda hech qanday dorilar, gipslar bo'lmasdan tabiiy yo'l bilan davolashadi. Massaj, gimnastika va fiziolecheniya. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling. Bu videoni yosh onalarga yuborib qo'ying. Sizlarni Baby Momda kutamiz.